Oddiy retsept emas, tayyor biznes. Uyda o'tirib pul topmoqchimisiz? Unda shu chizkekni albatta qilib ko'ring. Pechenyeni maydalab, sariyog' bilan aralashtirib, maxsus idishlarimizga solamiz va ustidan bosib xolodilnikka qo'yib turamiz. Asosi kremi uchun tvorojniy sir, qaymoq, tvorog, moloko birgalikda silliq massa bo'lguncha blender qilamiz va oldindan tayyorlangan bulon jelatinimizni mikrovolnovkada eritib, mana shu massamizga qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz va pechenye solingan idishlarimizga teng qismda bo'lib solib chiqamiz va buni ham bir necha soatga xolodilnikka jo'natamiz. Ustki bezak uchun men klubnikani tanladim. Klubnika, suv, shakarni birgalikda solib, gazda yarim soat qaynatib olamiz. Qaynab chiqqandan keyin uni ham yaxshilab blender qilib, oldindan tayyorlangan bulon jelatinimizdan solib eritib olamiz. Erib chiqqandan keyin muzdek chizkeklarimiz ustiga quyib olamiz. Natija wow, ko'rinishi premium. Tannarxi arzon, sotilishi esa juda ham yaxshi. Birga biznes boshlamoqchi bo'lgan tanishingizga jo'natib qo'ying.